Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kia Capiat mashinamizni tayyor holatda kraskalarni urishni boshladik. Baholasi endi yengil, lakin urib qo'ysak bo'ldi. Orqa tomoni ham tayyor. Orqasi ham mana ozgina petno tushyapti. Shetiga orqa baferiga ozgina petno tushyapti. Shetda ham ozgina sarapinasi bor ekan. Shularni qilib, polirovkalarni qilib berib yuboramiz egalariga. Bu ishimizni xizmat haqqi polностью polirovka keramikalari bilan $250 ga договор qilingan. Capiatimiz mana tayyor bo'lyapti inshaalloh. Orqa qanot, orqa eshigi birinchi sloyi bo'ldi. Mana oldi eshigimiz hali polirovka bo'lmagan holati. Oldi qanotimizni ham yengil va qator qildik. Polirovkasi bo'ldi. Oldi kapoti o'sha qilinmaydi. Bu nima? Bron plyonka ekan. Bir qator yengil o'tib qo'yamiz buni ham ustidan. Lekin bron plyonka ekan. Sarapinalar bo'lib ketibdi o'sha gologrammasi. Yo'qolmasa ham kerak. Bu tarafi bo'ldi inshaalloh. Gologrammalari ham yo'q bu tarafida. Cho'tki chiqdi. Birinchi sloyi bu. Bundan keyingi sloyida yana ham ochiladi baholasi. Qo'yadani Capiat mashinamiz keramika polirovkalari ham polniy program tayyor bo'ldi. Bunda qilgan ishimiz mana shu oldi qanotini kraska qildik. Mana orqa kalinkasini kraska qildik. Mana shu yerdan petnosi bor, shu yerdan petnosi bor. Kalinkasi kraska bo'ldi. Yana shu orqa tomoni ham o'sha mashina aylanib ketib qolganda, shu yerga ham tegdi. Bu yerga kraskasi ko'chmagan ekan, yaxshi. Rektovka qilib chiqartirib berdik yatlarini. Polностью buni bitta polirovka keramikalarni qilib chiroyli qilib minishga tayyorlab berdik. Aziz do'stlar, kimga shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli, garantiyali vaqtida chiqarib berishga harakat qilamiz aziz do'stlar. Ishimizga bitta baho berib, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab bersizlar. Qator bu tomonlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana. Inshaalloh behijolat. Gologrammalari ham yo'q. Cho'tki holatda chiqdi. Bu qator balonlarini yaxshilab qoraytirib bitta mashina mo'ka qilinsa juda ham chiroyli holatga keladi. Mana shunaqangi holatga keldi. Baholasi juda ham chiroyli holatda chiqyapti mashinamiz. Egalari ham hozir kelib ko'rib ketishdi. Buni tashab ketishlariga sabab polirovka keramikadan keyin kraskaga o'xshab issiqxonada 1 sutka saqlash kerak bo'ladi. Polirovka shu yil davomida effekt berib yuradi keyin. Bu ham kraskaga o'xshab quritiladigan narsa. Bu ham bitta foydali ma'lumot o'rnida ustalarimizga bodo bilmaydiganlar bo'lsa ma'lumot bo'lib qoladi. Bilganlarga yana bir qator eslatma. Sog' salomat bo'linglar aziz do'stlar. Bundan keyingi videolarimizda uchrashguncha deb qolamiz.